her bir ümmet özünün peygamberinin keyniga ergişip o peygamberge berilgen Havz-i Kevser'ini içidir. Biz Resulullah'ın sünnetini so'qib yaşayalsak, ana şu dehşetli günde Resulullah'ın keyniga tezlep Resulullah'a berilgen Havz-i Kevser'den işke müyesser bilimiz. Allah Teala bizni şunga nasip olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste inne li kulli nebiyyin havda. Her bir peygamberinin bir Havz-i Kevseri var. Ularninki hammasi o özünün Havz-i Kevserden su içkenlerinin köp buluşu bilen faxr qiladi. Men bu özümning ümmetininki ana şu Havz-i Kevserden içkenlerninki köp buluşu bilen faxr qilmaganda musulmonlarning sonining köp bo'lishini umid qilganligini Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu hadiste bildirgan. Demek bizning amallarimiz taatliq bo'lgandan keyin ilg'ashimiz nima ekan? Havz-i Kevserdan ichish. Undan keyin azzana muazzinun deydi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Yani bir nida qilg'uchi tatba'u kulli ummatin ma kana ta'bud. Har bir odam nimaga ibodat qilgan bo'lsa, shuningga ergashsin degan bir nida angladi deydi. Faqatlam namoz o'qish emas, ibodat qilish degan. Ha, ibodat qilish deganki, birinchisi amal ibodat emas. O qalbimizda biz nimani yaxshi ko'rgan bo'lsak, qalbimizda nimani cho'ng bilgan bo'lsak, shu narsaning keyniga tizlamiz. Endi hammamiz o'zimizni bir o'ylab boqaylik. Qalbimizda eng cho'ng egallagan narsa nima? Dunyomi yoki oxiratmi? Bulibmi yaxshi o'ylab boqinglar. Qalbingizda shaxs bo'la sutla o'ylab boqinglar. Eng suyimli kishi kim? Qiyomat kuni bizning ko'z oldimizga jahannam ko'rsilgan, biz farishtalarni ko'rgan, biz dunyoda turib anilgan ishlarning hammasi haqiqat bo'lib chiqqan vaqtda qaysinglar Ronaldoning keyniga tizishni qalaysizlar? Ularni ko'rib boqinglar. Qiyomat kuni ana shunday dahshatli kunda Ronaldoning keyniga tizishni qalaydiganlar, Messining keyniga tizishni qalaydiganlar ko'rib boqinglar. Hech qaysini qalamamsizlar? Hammasi nimachi keyinda yugursizlar? Bugun oyoq ko'ribdi, bugun biya ko'ribdi, manchi balasi ekan, balasi uni kiyibdi. Qaysinglar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam keyniga tizishni qalaysizlar? Bu reallikdan zid bo'lib qoldi bu. Bu nido qilgan vaqtda Alloh taolo shunda bir nido qildirdiki, har bir kishi nimaga ibodat qilgan bo'lsa, ya'ni hayoti dunyoda nimani cho'ng bilgan bo'lsa, nimaning keyindan qo'g'ilishib yashagan bo'lsa, shuning keyniga ergashsin deydi. U umid bilan bo'lmaydi. O'sha dunyoda biz haqiqatan zodi nimani cho'ng bilib yashagan bo'lsa, shuning keyniga tizlamiz. Hozir Ronaldo desam hech qasam qo'lingni ko'tarmadinglar. Messi desam hech qasam qo'lingni ko'tarmadinglar. Ammo biz ma dunyoda shu Ronaldoni bilganchilik, Rasulullohni bilmasak, Messini bilganchilik, sahobalarni bilmasak, kechiringlar, u vaqtda biz sahobalarning Rasulullohning keyniga emas, o'sha dunyoda kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, uning keyniga tizlamiz. Orzu bilan bo'lmaydi u. Shunga bu vaqtda biz kimning keyniga tizishni arzu qilsak, qalbimizda u haqida izlanishimiz lozim. Endi biz agar shu vaqtda ana shu dahshatli kunda Rasulullohning keyniga ergashishni niyatimiz bo'lsa, Raslam, Rasululloh kim? Qanday odam? Bu haqida izlanishimiz lozim. Biz Rasulullohning rasmiy tunugan vaqtimizda sizlarga Rasulullohni yaxshi ko'ranglar, Rasulullohga ergashinglar deyish ketmaydi. Chunki Rasulullohni haqiqiy tunugan odam Rasulullohni cho'qim yaxshi ko'radi. Rasulullohga o'xshashga tirishadi. Biz tunmaganligimiz uchun bugun boshqa bir g'ayri dindikilarni o'zimizga ulgu qilib, ularga havas qilib yashayapmiz. Ammo qiyomat kuni kimning keyniga ergashishni qalaysizlar desa, biz Rasulullohning keyniga ergashishni qalaymiz deydi. Agar biz Rasulullohning keyniga ergashishni qalasak, shu dunyoda Rasulullohning hayotiga ergashishimiz lozim. Zolimlar, shu dunyoda o'zini iloh deganlar va yoki butun kishilarni o'ziga cho'qindirganlar va cho'qinganlar o'z cho'qingan kishiga ergashgan kishining keyniga ergashib jahannamga kiradi deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah awradahumun nar. Fir'avn o'zininki qo'shonini, uni iloh deb turgan kishilarning hammasini boshlab jahannamga kiradi deydi. Ya'ni bugun kundagi ana shu zolimlar o'zining qo'shonini hammasini boshlab u vaqtda jahannamga kiradi. Agar jahannam bo'lmasa, inson haqiqatan hozir bo'layotgan ishlardan balki saranglab qilishi mumkin. Biz tirish bilan birga qalbimiz azroq arom topdi. Ha, nim bo'lsa jahannam bor ekan. Inshaalloh bizni mushu dunyoda qisosimizni ag'il nasib qilar. Agar biz uningga muyassar bo'lmasak, u zolimlar cho'qim jahannam o'tiga kirish orqali bizning qalbimiz u vaqtda arom topadi. Lekin Alloh taolo bizni uni mushu dunyoda ko'rgili nasib qilgan. Demak, butun zolimlar jahannamga ana shunda o'zining qo'shinlarini boshlab jahannamga kiradi. Shundaqla u vaqtda musulmonlar har bir payg'ambarning ergashuvchilari, ularga ergashgan kishilar nihoyat izzat bilan, hurmat bilan mansa, zolimlar qanday mangadi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda yuhsharuna ala wujuhihim. Ular yuzlari bilan mangdirib hashr qilinadi deydi. Ya'ni jahannamga mang'izib emas, yuzi bilan mang'izib tashlanadi deydi. Inson degan put bilan mang'adi. Yuzi bilan qanday mang'adi? Bu savol hammamizning xayoliga keladi. Sahobalarning xayoliga kelgan. Sahobalar: "Ey Rasululloh, ular yuzi bilan qanday mang'adi?" degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom doim bizning ko'zimizni to'sib oldigan bu sabab pardasini yetib tashlab, "Alaysallazi amshahu ala rijlayn fid dunya qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhihi yawmal qiyam." Ma dunyoda putimiz bilan mang'dirgan Alloh yuzi bilan mang'dirish qodir emasmi? Biz har vaqt sababga bog'lanib olg'achqa, o sababning kendiki Allohning qudratini unutib qolamiz. Biz o'ylaymizki, menga shu nima lozim, put lozim deb o'ylaymiz. To'g'ri, Alloh taolo bizga menga shu ibodat bu qudratini put orqali ko'rsatdi. Lekin chuqur menga uchun put shartmi? Yilonning puti bormi? Ma'lummi, ma'lummi?
Meni şun put buluş şartmiken 100 yılga yaqin hayvanlar putsiz mangadi. Demek bu sebep Allah'ın belgini. Ama biz daim sebepki lan bağlangaçqa putumuz qanda mangadi deb sebepki bağlanımız. Nima deb o'ylaymiz? Süt kalıdan chiqadi deymiz. Allah Taala kalıga shunda xususiyatni bergan. Amma Allah xolisa bir daraxtimiz süt chiqadi. Qanday chiqmamdi? Hayfa deydigan bir daraxt var, süt chiqadigan. Shu hayfa degan daraxtdan chiqadigan süt eng qimmatli. Daraxt faqat sebep. Yana sütni kim chiqadi? Allah chiqadi. Demak, Allah xolisa uchishga qanot ketmaydi. Allah xolisa minishga put ketmaydi. Allah xolisa anglashga quloq ketmaydi. Allah xolisa kurashga ko'z ketmaydi. Biz o'ylaymiz, kuzimiz kuranmaydi deb. 20 yil hayvon bor, kuz yo'q, ammo kuralaydi. Biz o'ylaymiz, yurak bo'lmasa inson yashamaydi deymiz. To'g'ri, Allah bizni ashunda yaratdi. Ammo Allah xolisa, Allah iroda qilsa, yuraksizmi inson yoki bir jonliq hayotda tura oladi. Misol deb deyman, midozda bir hayvon bor, dengizda yashaydigan. Buning yuragi yo'q. Dengiz buluti deb yana bir hayvon bor. Buning yuragi yo'q. Undan boshqa biz sababga bog'lab olgan o narsalar yo'q, nurg'un hayvon. Hatto biz deymizki, bir jonliqning hayot turishi uchun ashundaq yurkilash lozim, oshqozonlash lozim, jigarlash lozim deymiz-ku. Allah iroda qilsa, shu narsalarsiz-mi hayotda turg'iza oladi. Bizning sababga bog'lanib qolmasligimiz uchun Allah Taala buning o'rnikini koinotga ko'rsatib qo'ygan. Ey inson, natijani sababdan ko'rma, sutni kalidan ko'rma, minishni putdan ko'rma, turishni ko'zdan ko'rma. U Allohdan ko'r. Allah Taala shuni Qur'on Karimda dedi, to'pi atgan Rasulullohni sen atmading, Allah atdi dedi. Demak, biz bugun kunimizdagi mutlo bo'lgan eng chong kasallik nima desanglar, sababga bog'lanib, sababga asir bo'lib, o sababning keyindagi Allohning qudratini ko'rmayapmiz. Biz qachoniki sababga asir bo'lgan vaqtimizda bizning ko'zimiz ko'rmagan narsalar bilan bo'lgan munosabatimiz ojizlashadi. Bu vaqtda biz mu'minlik sifatini yo'qotib qo'yamiz. Chunki mu'min degan qanday inson? Allazina yu'minuna bil g'ayb. Ko'zulan ko'rmaganga ishongan inson mu'min degan. Ko'zulan ko'rgan emas, ko'zulan ko'rmasimi aql bilan o'ylab, aqlsiz narsalar bizga bu narsalarni bermaydi. Derezni ichib olsak, necha usib tamlarga derezni chiqtanmaydigan bu aqlsiz narsalarisi bizga shifoliq bo'lgan narsalarni bermaydi deb ko'zulan ko'rmagan narsalarni qanday qiladigan, ko'rib Allohga ishonadigan insonni biz mu'min deymiz. Alloh taolo bizning mana bu shunday davomli sababga bilan bog'lanib, Allohning qudratini ko'rmaydigan bo'lib qolganimiz uchun har bir narsaninki sababsizmi o'zining yaratgan shaklini bizga ko'rsatib qo'ygan. Masalan, dengizda biliqning bir xil turi bayqiliqliq. Bu biliqning ko'zdan boshqa a'zosi yo'q. Hayotda yashaydi. Jonliqmikan? Qani o'pkisi, qani jigiri, qani yuragi Allah kundisi bo'lamdikan. Shunga biz Allohning qudrati bilan bo'lgan ishilda bizning aqlimizdan o'tmadi. U hozirgi kishilar isbotlagan ilm-fanga uyg'un emas. Bu gaplar Allohning qudrati oldida hech qaysi ishlamaydi qarindosh. Qarasanglar, ilonga o'xshaydigan biliq. Kishida hech qanday bir uni jonliq tirik turadigan a'zo yo'q. Olimlarga hayron qolgan bir jonliq bu. Ammo hayotda sababga sabab shaklda qarashimiz kerakki, uning cho'qinmasligimiz kerak. Biz cho'qingan vaqtimizda deb o'ylaymiz, pulni men topdim deb o'ylaymiz. Men anda qilg'achqa, men tirishqachqa imtihondan o'tdim deb o'ylaymiz. Amaliyotda, masalan bir imtihondan o'tish desak, agar shu kunisi o'yinib ketsanglar, o'shunga kelmasanglar, imtihonni o'talamsizlar. Agar shu kunisi nafaslanmasanglar, imtihonni o'talamsizlar. Agar shu kunisi ko'zingni ko'rmasa, imtihonni o'talamsizlar. Bir odamning imtihondan o'tishi olsun, yoki pul tepishi olsun, uning uchun 100 minglarcha sabab kerak. O 100 minglarcha sababning ichidan birisi bizning tirishishimiz. Demak, bizning imtihondan o'tishimiz olsun, yoki bir narsaga erishishimiz olsun, uningda bizning hassimiz qanchalik? Faqat bir. Uningdagi net 100 minglagan sabablar Allohga oid. Bizning o'rib turishimiz, hayot turishimiz, jonliq turishimiz hammasi Allohga oid. Shunga biz har vaqt Allohning o'zimizning ustidagi shafqatini ko'rishimiz uchun bu ko'zimizni to'sib oladigan, bizni sabab bilan bog'lab qo'yadigan bu pardani tozalab turishimiz kerak. Biz bu pardani tozalab turgan vaqtimizda Allohning bizga naqadar yaxshilik qilganligini ko'ralaymiz. Har vaqt o vaqtda biz Allohga tabiiy holda qanday qilamiz? Rahmat aytamiz. Qaysi orqali? Ibodat orqali. Bu vaqtda bizga ibodat egri kelmaydi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni jannat ahlining ekanligidan bishorat berdi Rasulullohga. Gunohi mag'firat qilinganligi. Demak, Rasulullohningki do'zaxdan saqlanadigan, ma ishni qilib jannatga kirsam bo'ladi deydigan unda bir sababi yo'q Rasulullohning. Chunki Alloh taolo butun gunohlarni qanday qilganlik? Mag'firat qilganlik. Unda bo'lsa Rasululloh nima uchun ana shunda putlar ishib ketgich ibodat qildi? Hazrat Oysha buni so'rgan vaqtda, "Afala akuna abdan shakura." Men Allohga rahmat deguchi, shukr qilguchi banda bo'lmaymanmi dedi. Bizga hozir biz yaxshilik qilsa, pul versa, uy sepasa, mashina bersa, butun xarajatni qamdab bersa, uninga biz rahmat aytamdik, aytmamdik. Aytamiz. Demak, inson ana shunda Allohning o'ziga qilgan yaxshiligini ko'rsa, ibodat faqat Allohga bir kichikgina rahmat aytish uchun tirish ekanligini his qiladi, uni sharaf bilan qiladi. Har ko'zim egri kelmaydi. Qachoniki bizning ko'zimizdan g'aflat pardasi o'sgan vaqtida ustimizda Allohning biz qilgan yaxshiligini ko'rmaymiz. O vaqtda biz o'zim qildim, o'zim erishdim deb hakavorlikqa tushimiz. Zolimlar, kofirlar ana shundoq yuzi bilan mangdirib, jahannamning qishig'i kelgan vaqtida jahannamningki nayt qatiq ovoz chiqarganligini anglaydi deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Iza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan va zafira." O zolimlar va kofirlar Allohga bu dunyoda ishonmaganligi uchun, oxiratga gumoniy nazarlan qarag'anligi uchun jahannamning qishig'i kelgan vaqtida jahannamning qaynagan
ovozini anglaydi. O'ylab baqinglar, ma dunyoda Alloh yo'q deb yashab, o'lgandan keyin u hayot rost chiqib, u jahannamni ko'rish balki uningdan bek cho'ng azob, uningdan bek cho'ng pushaymon bo'lmasligi mumkin. Ular nima deydi shu vaqtda? Ya laytana nuraddu va la nukazziba bi ayati robbina va nakuna minal mu'minin. O zolimlar, u kofirlar jahannamning qaynagan ovozini anglagan vaqtida kashki nuraddu dunyo bir qaytalgan bo'lsa وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا Rabbimizin ayetlerini, Kur'anlarını, peygamberlerini asla inkar qilmagan bo'lardi. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden bo'lgan bo'lardi. İman bizga ma dunyoda lazım. Çünkü o dünyada Allah'a ishonmagan hech kim qolmaydi. Çünkü cennetden madan ko'radi, cehennemden madan ko'radi, farishtalarni ko'radi. İmanning foydasi yo'q. İman ma dunyoda. Ularninki erishadiğini faqat pushaymon, hasrat va nadomat bo'ladi. Ular ana shundaq mang'inicha, ana shundaq qaynab turgan cehennemga tashlanadi. Müminlar bo'lsa, ana shundaq Alloh taolo nido qilgandek har bir odam o'zininki payg'ambarininki keyniga tezlab mang'idi. Nega mang'idi? Kofirlar tashlanib bo'lgandan keyin cehennemning ustiga bir sirat ko'rikki tortiladi. Osh ko'rik taraf qarab mang'idi. Ular kövrükning qishig'i kelgan vaqtida bütün yo'qlik o'chidi. Hamma inson tun qorong'ida qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo har bir mu'minga bir nur beradi deydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Shu nurning yo'qligida har bir mu'min mang'idi. U jahannamning ustiga tortilgan ko'rik bo'lsa, sirat ko'riki bo'lsa, Rasululloh bu ko'rikni sifatlab misla haddis sayfil murhab madhadatun mazillatun. U jahannamning ustiga tortilgan ko'rik qilishning bisiga o'xshash ittik va shundaq teyilg'oq deydi. Endi sizlar sahobalarninki ana shundaq yaxshilik ishlarni qilib turib, hayotining oxirigacha Rasululloh bilan birga jihad qilib turib, hatto Rasululloh vafot topgandan keyin endi Rasululloh biz qutqarishlik qilib boldik deb ulug' Ka'ba Baytullohning qishda, ulug' Rasulullohning masjidini qishda o'ltamay, siq uylarini tashlab, birisi Istanbulga, birisi Ozarbayjonga, birisi Qibrosga, birisi Hindistonga, shunda butun dunyoga taqab ketishning sababini endi tushundinglarmi? Ana shu sahobalar buni bilgan, buningga ishongan. Bu tiniq to'xtamaguncha imtihon to'xtamaydi. Ozroq ish qilib bo'lsa, hayotimizning oxirigacha ana shu qiyin vaqtlardan hisobimizni o'tamiz, ana shu ko'riklardan sog'-salomat o'taylik deb ana shuning uchun tirishgan sahaba. Shunga ular ulug' Ka'ba Baytullohni tashlab, ulug' Rasulullohning shahrini tashlab, Rasululloh vafot etib ketgandan keyin 124 ming sahobaning faqat 10 mingi Madinada meytiba, qolganning hammasi butun dunyoga cheshib ketgan. Ularni ashunda harakatlantirgan narsa, ya'ni o'lgandan keyingi abadiy hayot uchun hayotini qutqizish, mana shu qiyinchilik vaqtlarda qiyinchilik tortmaslik. Alloh taolo Qur'on Karimda va in minkum illa wariduha. Har biringlar, ya'ni musulmonlarning har biringlar ko'rikdan o'tisizlar deydi. Demak, undan o'tmaydigan hech kim yo'q. Eng avval kim o'tadi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va uning ummati o'tadi. Ammo mushu vaqtda, ya'ni mu'minlar sirat ko'rikidan o'tkili boshlagan vaqtida bir bo'lak kishilar va ular ko'rikka putini qo'ygan hamon ularga Allohning bergan nuri o'chib qoladi. Ular kimlar bilamsizlar? Ma dünyada musulmonning orasida yashab, ammo qalbidan ishonmagan kishilar. Qalbidan Alloh ishonmaydi, ammo musulmonning orasiga kelib, yolg'ondan musulmon bo'lganlar. Bularning ismi nima? Munofiqlar. Ya'ni munofiqlar mushiya kagichilik mu'minlar bilan ayrilmaydi deydi, chanmaydi. Ammo ana shu sirat ko'riki kelgan vaqtida sirat ko'riki putini qo'ygani hamon munofiqlar oshkor bo'ldi. Hayron qilishimiz mumkin shu odamlarni ko'rsak. Alloh taolo hammamizni saqlasin. Chunki munofiq degan faqat qalbida ishonmay, o'zini yushib olgan josdab o'ylab qolmanglar. O munofiq. Lekin bir odam o'zi degan gapi bilan ish harakati davomli zid bo'lib qolsa, bu odam o'zi tuymay munofiqlikka tushib qoladi. Bo'lmasa Hazrat Umar o qalbidan Alloh ishonadi. Shundaqo, ansiyatdi-ku men munofiqlab qoldimmi deb. Nima qansaydi? Men ig'zimda degan gapga amaliyatimda amal qilmay qoldimmi emasmi? Alloh meni harom qilgan, meni halol qilgan deb turib, bilib turib, unga ishondim deb turib, amaliyatimda unga amal qilmay qoldimmi? Bu sababdan munofiq bo'lib qoldimmi deb ansiyatdi. Bu munofiq desa, faqat qalbida ishonmay o'zini shu an jasus deb o'ylab qolmang. Bir odam Allohga ishondi, lekin Allohning nimani halol qilganligini, nima harom qilganligini bildi va uni kishilarga dedi, ammo o'zi amal qilmagan bo'lsa, ya'ni ish harakati bilan ig'izi zid bo'lib qolsa, u odam munofiqlikka tushib qolgan bo'ladi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de münafıkların süpelege vaqtida yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ular ağızda kalbide yok gem deydi. Yani to'xtama yaxshi gap bo'ldi, ammo qalbida yo'q. O qalbida yo'q qanday bilan amaliyatida yo'q. Shunga munofiq desa o'zimizda undan butunlay mustasno chaqlamaylik. Bir mu'minmi o'zi tuymay munofiqlikka tushib kelish ehtimoli bo'ladi. Shunga o'zimizni ansirishimiz kerak, o'zimizni tekshirishimiz kerak. Hazrat Umarga o'xshash. Mana shu vaqtda Allohning bergan yo'qligi munofiqlarda o'chib qoladi. Mu'minlarcha o'zining yo'qligi bilan o'tadi. Alloh taolo u vaqtdagi mu'minlarning ahvolini sifatlab Qur'on-i Kerimda yawma taral mu'minina wal mu'minat يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. O günde mümin erlerini, mümin ayarlarını görürsen ki ularının nuru, ularının aldıda ve ularının o tarafında mağdu. Ulağa bugün sizlerge aslıdan östanla yakıp durulgan cennet bilen hoş bişaret verildi. O yerlerde mengü kalısılar deyildi. Mana bu o vakti ki hakiki ma dünyada özünün şenginge emel kıp yaşağallahının ahvali. Ama nuru uçap kalğanlar çoğu nurunun bizgin yandırıp biranlar deydi. Ama Allah Teala o vaktiki ahvalını bayan kılıp Unduru naqtabis min nurikum. Munafiqlar deydi ki toxtanglar, nurunlardan ilib alayli, bizgin nurunlarni biringlar deydi. Lekin müminlerge Allah Teala ilham kılıp müminler irci'u vara'akum feltemisu nura.
munofiqlarga sizlar keyninglarga yenib nurni talab qilinglar Allohdan degan so'z ilhom qilindi. Mu'minlar buni munofiqlarga deydi. Ular shunda keyniga yenib nur uchib qolgan munofiqlar mu'minlardan ayrilgan hamon faduriba baynahum bisuril-lahu bab. Ularning o'ttizga bir to'saq silinadi dedi. Batinuhur rahma va zohiruhu min qibalil azab. U to'saqninki bir tarafi, ya'ni mu'minlar tarafi rahmat, ammo yana bir tarafi, ya'ni munofiqlar tarafi azobdir. Demak, mana shunda to'saq bilan ma dunyoda farq etmay, ma dunyoda musulmonlar olishib yashagan bilan ana u dunyoda oshkorlanib qoladigan gap. Mu'minlar bir bo'lak kishilar jahannamga tashlangan, bir bo'lak kishilar orasidan munofiqlar ayirib etilgan mana shundaq vaqtda Robbana atmim lana nurana vag'fir lana. Ey Alloh, bizning nurimizni o'chirib qo'ymagin, bizning nurimizni to'liq qilib bergin, bizning qilib solgan gunohlarimiz bo'lsa bizni afv qilgin degan mushkil holatda sirat ko'rikidan o'tadi deydi. Alloh taolo vaqt ularning ahvolini bayon qilib, yawma la yuhzillahu nabiyya vallazina amanu ma'a. Alloh taolo o'zining payg'ambari va uning bilan birga mangan mu'minlarni aslo rasvo qilmaydi. Ya'ni ularning nurini o'chirib qo'ymaydi. Ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida mang'du deydi. Ammo bu ko'rikni o'tish mu'minlarning ichida har xil bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni hadisida bayon qilgan. Ya'ni bu ko'rikni mu'minlarning o'tishi 3 xil holatda bo'ladi. Birincisi, ko'rikka shunda putini qo'yadi, ko'zini yumib ochqichilib o'tib ketadi. Ana shunda qilishdan ittik, teyilg'oq, ostida jahannam bo'lgan bu ko'rik ustidan ko'zini yumib ochqichib o'tib ketadi. Bular kimlar? Ma dunyoda atrofidagi har xil dinsiz tashviqotlari, uyan tamasha, haromga berilmay, faqat va faqat Allohning roziligini ko'zlab, Allohning roziligi ustida hech narsani orzu qilmay, haqiqiy mu'min bo'lib yashagan kishilar mana shunday o'tadi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularni najin musallam, ya'ni ular saq qolgan, hech qanday ziyon zahmatga uchramagan deb sifatlaydi. İkincisi bo'lsa mahdujun bihi thumma najin. Ya'ni yaraladi, qiynaladi, ammo oxirida o'tadi. Bular qanda o'zi mu'min, o'zi musulmon, Alloh qishinadi, lekin shundaq turib, Alloh taolo qilmang degan ishlarni qilib solgan, Alloh buyurgan ishlarni qilmay qilib qolgan. Mana shundaq kishilar bu ko'rikdan o'tadi, lekin azoblanib, yaralanib o'tadi. Uchinchisi bo'lsa muhtabasun bihi. Ko'rikdan o'tishi cheklangan kishilar. Bular kimlar? Bayatın degandek ana shu munofiqlar. Ammo mu'minlar ichidagi uchinchisi gunohi ig'ir, o'zi musulmon degan, ammo Alloh buyurgan cho'ng farzlarni ado qilmagan bundaq kishilar o'zininki gunohiga tushlik azoblanib bo'lgandan keyin oxirida o'tadi. Demak, bu ko'rikninki qiyomat kuni jahannamning ustiga tortilgan ko'rikninki haqiqat ekanligi Qur'on Karimda bayon qilingan. Bu dunyoda biz ishonaylik, ishonmaylik, u inshaalloh bizning oldimizda biz har birimiz uchraydigan bir haqiqat. Uning uchun biz Rasululloh hadisida degandek, mana dunyoda haqiqiy mu'min bo'lib yashaydigan vaqtimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan o ko'rikdan qutulgan kishilarning qatoridan bo'la olamiz. Biz ko'pinchimiz Allohga ishonishni, Allohga iymon etganlik deb tushunib qolamiz. Bu xato qarindoshlar. Allohga ishonadigan kishilar ko'p. Abu Jahl Allohga ishonadi, lekin iymon etish boshqa. Iymon etish qalbida faqat va faqat Allohni cho'ng bilish, Rasulullohni cho'ng bilish, islomni cho'ng bilish, undan boshqa ishlarni uning tövünde qo'yish, mal Allohga ishonish bo'ladi. Bir odamning Allohga ishonganligi bilan uning iymon etganligini bildirmaydi. Biz ilgirki sağlık resim degandek Allohni haqiqiy tunisa bizni ne bu dunyodagi vaqtliq lazzatlar, shaytonlar bizni azdirolmaydi. Ammo biz o'zimizni iymoniy jihatda kuchlantirmay, Allohga bo'lgan tunishimizni kuchlantirmagan vaqtda bizga shayton har tarafdan hujum qila oladi. Masalan, hozir men istakanni neda qilib qo'ysam, birisini ele olamsizlar, ele olmaysizlar. Ele olaysizlar. Qo'lonni tutsamchi, ele olaysizlar, tatib ele olaysizlar. Ammo bunun ichidagi suvni ichib olsamchi, ele olamsizlar. Demek iman bizga ana shunda singan vaqtida haramdan bizni to'sadi, dinsizlik tahdidlaridan bizni saqlab qoladi. Shunga biz Allohga bo'lgan iymon haqida nihoyat ojizligimiz bor. Buni hammamiz e'tirof qilishimiz kerak. Buni qanday to'liqlaymiz? Diniy jihatda o'zimizni kuchlantirish, kitob o'qish va yoki shunga o'xshagan suhbatlarga qatnashish orqali o'zimizning iymonini kuchlantirmasak, bugungi jamiyatda bizning ahvolimiz xatar. Ilgari soatimizda butun bizdagi a'zoning hammasining egasi Alloh bo'lsa, biz Allohni tunishga, Allohga bo'lgan turishimizni cho'nqarishga vaqt ajratmasak, Alloh taolo bizni qiyomat kuni azoblasa, Allohning adolatiga nihoyat uyg'un bo'ladi. Masalan, bir bola hozir bag'chiga kuygim bor dedi. Bilet nechta pul ekan dedi, 1 lira ekan desa, men u bolaga 1 lira emas, 24 lira beriy sizga. Buning 1 lirasiga bilet olib bag'chiga kirib oling. Qolganini ashaga berish joyida yeb iching, xajlang deb 24 lira bersa. U bola berib 24 liraning hammasini xajlayib kelsa, uni bag'chiga kuygizmisam, men haqliqmi, haqliq emasmi? Haqliq. Endi o'ylab baqil. Alloh taolo bizga 24 soat berdi. Jannat bag'chisiga kirib olish uchun bu 24 soat ichidan faqat 1 soatni ishlasak bo'ladi kunda. 5 vaqt namozni o'qisak. Ammo shu namozga xirlik qilib biz 1 soatimizni beramisak, haftada 1 kunlik mushaq yig'ilishimiz ahamiyatini beramisak, Alloh taolo o'zining bag'chisi bo'lgan o jannatga kirmang deyishga tamoman haqliq, ham u Allohningki buyuk adolatining qatoridan bo'ladi. Demak, biz ana shunday 3 xil shaklda
sırat köprüsünden ötüp bo'lgandan keyin Alloh taolo bizni Qintira degan bir joyga to'playdi. Jannatga kirgizishda ilgili. Qintira degan bu joyda mu'minlarni o'zaro birisi-birisidan poklanishga buyurdi. Bu yerda mu'minlar poklangandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hatta iza nuqu va huzzibu, ya'ni ular pok birisi-birisidan butunlay rozilashib, qalbida hech qanday yomonlik shunda yo'q bo'lib bo'lgan vaqtdan keyin udina lahum bidukhulil jannah. Ularga jannatga kirishga ruxsat qilinadi. Tasavvur o'ylab baqili, bizga har xil shaklda jannatning sifatlari oyatlarda, hadislarda deyiladi. Biz jannatning azobiga o'xshaydigan azobni azroq his qila olamiz. Masalan, qanda bugun biz muhojatga Uyg'urlar tetayotgan eng cho'ng azob qaysi? Ayrilish. Azobmi, azob emasmi? Eng cho'ng azob hozir biz uchayotgan. Ba'zilarimiz bolalarimizning ayriliqlik, ba'zimiz ota-onamizdan, ba'zimiz ayolimizdan, ba'zi ayollar eridan degandek. Endi bu ayrilish vaqtlik ayrilish. Qanchalik ayrilish? 40 yillik, 50 yil. Ammo ma vaqtlik ayrilish, birisimiz jannatga, birisimiz do'zaxga. Ma vaqtlik ayrilish abadiy ayrilish. Onunda çürüşüş, qayta bir kuruşab qilish ehtimoli bo'lmaydi. Agar ma dunyodagi ayrilish bizningki yuragimizni azoblagan bo'lsa, biz oxiratda ayrilib qolmasligimiz uchun azroq oxiratimiz uchun bo'lsa-mu, o'zimizni, atrofimizdagi qarindoshlarni saqlaylik. Chunki u ayrilish haqiqiy, mangulik ayrilish. Inshaalloh bu jannatning sifatlarini biz kelarki darsimizda to'xtalamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.